Hop, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan doimgidek Vertox. Короче, bugun do'stlar balansimizda ozgina bor va promo kodimiz bor. O'shalarni ochib open case qilib ko'ramiz. Birinchi open case'ga mana bizda 59 talik promo kod bor. Promo kod qo'yganmiz. Shuni ochib ko'ramiz hozir. Sharmanda qilma deb turgan joyda bizga bittalik kes berib 31 dan nima qilaman yer. Buni endi sapyorda ozgina ko'paytirishga qarab katta qilib ko'ramiz. 31 19 har safar videolarda o'xshamayapti, bu safar o'xshagan bir marta. Ha. Shunday boshlanadi, yo'q qorada, bilan alam qiladi keyin. Nari kesib o'tamiz bo'lmasa. Nariga akkaunt ko'tarib oldik. Bu akkauntimizda 35 dan shunaqa bitcoin bor. Buni endi ko'tarib ko'ramiz. Ko'paysin-da, bu ham ish qiladigan. O'jalik qilmasa. 542 qo'yamiz. Buni endi nima qilish kerak? 39 da. Birinchi betga mana olamiz. Endi betga bir qo'yib topamiz. Как раз olishikli. Ko'chishib qo'ydik-ku. Qodirali 39 da bo'ldi, mana 39 da. Endi 39 talik kes ochib ko'ramiz. Faqat sharmanda qilmajiga. Video tez tugab ketmasin jigar. Hop jigarlar, keyin video davomida men sizlarga bitta narsani ko'rsatib o'taman. Agarda sizlarga ham shunaqa promo kodlar, tekin promo kodlar kerak bo'lsa, birinchi o'tib Telegramga o'tib olamiz. Telegramga o'tish uchun mana hozir ko'rsataman. Mana Telegram poistga kichkina harflarda Vertox Pubg deb yozamiz shunaqasiga. Vertox Pubg. Bu Telegram kanalimizni ham YouTube opsiyamizda qoldiramiz. Shu video opsiyasida ham qoldiramiz va bu yerga kirsanglar har kun shunaqa promo kodlar tashlab zo'r open case'lar qilganimni tashlab turaman va like bosganlar uchun ham 100 tashlab beraman. Bo'lmasam case'ni ochaylik, bo'lmasam 39 ta bor, 39 taga olib case'ni ochamiz endi 39 ta. Hech nima qilmasdan, hech qayerdan bosmasdan shunday kirib ochib yuboraman. Shu ham bir taktika bo'lsa kerak endi. Ketdi ana. Faqat sen sharmanda qil. Shu 536 tani berib yuborsang ham billa. Вообще udar bo'ladi. 42 ta nol. Mana 258 yoki mana to'xtaganda zo'r bo'ladi, mayli. Bo'laveradi 42 ta. 42 ta bo'lsa biz skuf ochamiz endi. Skuf. Jigar faqat sharmanda qilma. Skuf qani skuf. Skuf. Buni ham hech nimani bosmadan shunday kirib ochib olamiz. Qani. 500 talik, 400 talik bersa zo'r bo'lardi. Internet yaxshi ishlamaydi, Wi-Fi. Ketdi ana. 750 talik berib bitta yaxshi. O 80 bitta mana. Faqat men 2000 taga o'tmadi-da.
2000 taga o'tardi. Вообще obunachilarga tarqatib yuborardim. Parram tarqatib yuborardim. Endi biz 80 taga keys ochamiz. 70 taliklari bormi? 70 taliklari bormi? Seksen 4tali ochamiz. Qanday? Sapyor faqat sharmanda qilamiz. 2 3 ga 22 qo'yamiz. Shu ortiqchasini endi buni 4 qilish kerak. Bu ham tish bor-ku. Prямо. Bitga 4 ta qo'yamizmi? Shunda yo'q 5 ta. 80 ol tish bording. Abi 75 talik keys ochar ekanmiz. Bala bu 79 degani yerlar. 79 degani bu. 5 tani ham qo'yamiz, ne iloj. Shuni chiqarsang, shuni chiqarsang, xarosh mana 79 ta. Keys o'tamiz. Har nasib bo'lsa agar 84 talikni ham ochamiz. Jigarlar, kommentariyaga yozib ketamiz. Qanaqa narigi videolarda qanaqa keyslar ochishimizni. Agar yozib ketsanglar, qiziq bo'lgan keyslaringni ochib ketaman. Jigarlar, YouTube'dan yangiman, shuni ham aytib ketay. Qadishga qilsanglar, agar zo'r ko'tarib ketsam, inshaalloh Xudo xolasa Telegramlarda zo'r konkurslar qilib, polli ham 100 tarqatamiz. Jigar, faqat yaxshiroq ber, yaxshiroq narsa ber, faqat yaxshiroq narsa ber. 650 ga nega o'tmaydi bu? Ashni ham berganda bo'lardi, billa. Prямо tish bor deshoninglar. 30 ta bo'ldi rovna. Yomon qo'rqyapman boru. Eli 6 tani olamiz mayli. Bitta 55 talikmi, 53 talikni somsa degan keys bor, o'shani o'chib ko'ramiz. Qani. Yana abi 55 talikni ochaylik. 55 talik. Bu keys ham yaxshi bo'lsa kerak, da ketdi. Shundan berdim, bitta yaxshi berdim. Bir ko'karaylik biz ham. Mana jigarlar 118 talik berib yubordi. 118 ta berib yubordi. 120 ta bo'ldi. Endi buni 22 5 ni o'ynab boramiz. 22 5. Shunda 98 ta qolyaptimi? 98 ta qolsa agar tish borman faqat. 42 ta normal, yo, jigarlar. Moshni jigarlar, moshni. Yaxshi ketyapmiz. 149 talik ochamizmi? O'shanga berib yuborsa agar boru, ishoninglar. Yaxshi narsalari bormi? Bundan yaxshi narsalari bor, lekin uxlatishi ham borda buni. Shunda bitta past narsa berib yuborsa bo'ldi, ketdi mana. Tugaydimi? Lekin yaxshi keys. Hop jigarlar, videoni shu joyda to'xtatishga qaror qildim, chunki ishim chiqib qoldi. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, sizlar bilan Virtox bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar.